Neç pul deyapsiz? Gapirmasak ham, gapirmayman. Yo. Narxini eshitmaylik aka biz. 15 million. 15 million ha? Bo'ldi. Xo'p, bo'ladi ashali. Nima uchun? Yo'q, Orbeng. Obunachilar mana ko'chat, hunarchilarda ham. Ko'chatlarda ham qo'shib qo'yapman, bir narx-navolar haqida bir tanishib olasizlar. Birdan balandroq tashxunasi. Assalomu alaykum. Aka Hormang aka. Tashlarga necha pul narx so'rayapsiz? 16 ga bermayapsiz. Jupini 16 ga bermayapsiz, a? Jupini mana 16 ga bermayapman. Akalarga ko'rsatib, 16 ga bermayapti ekan. Ko'chatlar. Ehtiyot nomer qo'ymaymizmi? 99 li 534 8036. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar mana. Sal narx-navosi bilan tanishtirib qo'yamiz endi. Yosh ko'chat hunarchilarni. Assalomu alaykum. Aka necha pul narx so'rayapsiz mana shularga? Necha pul so'rayapsiz? 7 dan 14 narx aytyapti akam. So'rashdimi, bir bozor qilishdimi? Savdo bo'ldimi? Qancha? 13 ga bermayman. Bu ikkovini, ha? Ikkovini 13 ga berishmayapti. Ikkovini 13 ga bermayapti. Ha, buni 8. Nima? O'zbekchamiz. Aslida savdo ham bo'lyapti. Bor ekan. Nashirin kamera qilib uramiz. Doğru ekan o'qiy. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? O'zimizgilar. O'shancha bemalol hali nima qilib, kirdi aka. Qo'shnilar bular. Qaysinga qiziqyapsiz? Mana olyapman. Ha, bitta narxini bilib qo'ying. 7 million 300 ming so'mga savdo qilyapman. 7 million 300 olib beryapsiz-da, to'g'rimi? Ha, olib bering, nori aka. Oling, qo'shib. Ha, Asha akam. nori. Ama oyoq qo'li uzun ekan, ha? Bering aka, o'zimizdan aka. Yangacha savdo qilinglar. Mahkama 70 ming. Hozirgacha 7 million 400 ming beradi, bor baraka. Bizamaga bor baraka. Bor baraka. Savdo pishibon. Agar shu biz mahallaga ketadi aka olishsa. Yaxshi mol ekan, hunarchichi. Kelajak yaxshi. Ha, ko'ramkan hozir. Bilmam. Mana baraka bo'ldi. Baraka bo'ldi. 7 yutorga mana Nori aka, qulluq bo'lsin. Infoqqa ketdi aka, qulluq bo'lsin. Nori aka. O'tkir akam ham chetda mana, Ha, O'tkir aka Rossiyada qancha keldi? Akamlar endi ko'rishdi. O'zi qo'shnimiz endi ko'rishdi. Aka tinch bo'ling. Gaplashamiz. Bozorlayam bersin. Ha, aka. Hoşlanmısınız? Qalaysiz? Hurmatli aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, kelayotgan Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Toshboshlaringiz omon bo'lsin. Xonadonimizdan, yurtimizdan davro'zi qiyomat kuni Alloh taolo islomchilarni o'chirmasin. Alloh rozi bo'lsin. Muborak bo'lsin yana bir bor. Rahmat bizga. Hayit oyoqlar bilan obunachilar Hoji akam tabriklayapti. Mana yosh ko'chatlardan yana davom etyapmiz. Bir xilda ekan bular. Bir xilda. Hop. Sizdanmi uka? Qancha narx so'rayapsiz ularga? Qanchadan? 8dan deyapmiz, bu. 8dan deyapsiz, ha? So'rashdimi bugun bozorda? So'rashyapti. 37 ham. 37dan. Qiziqqanlarga nomer qo'ymaylikmi? Qaysi nomerdasiz uka? 90li 831 27 47 ga mana yosh nimalarga qiziqqanlar telefon qilaverasiz hozir. Assalomu alaykum.
Obunachilar, kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan hammalarini tabriklaymiz. Mana bugun juda ham qo'ylarimiz ko'p chiqqan bozorga. Juda ham o'ta ko'p. Mana yo'llarga chiqib ketgan. Yo'lgacha chiqib ketgan. Mana yakshanba kombinat bozoridamiz. 1-iyun sanasi kuni bilan. Bir qator qo'ylarni ham tanishtirib qo'yishga harakat qilamiz, narx-navos bilan. Qo'ldan kelganicha. Lakpaklar ayamaslar degan umiddaman. Yo'lgacha ketgan bozor. Bugun shunaqa ham. Bo'ldi. Aka sotildimi birortasi? Sotasiz, bularni necha pul so'rayapsizlar? Mana shu qo'ylar. Qo'chqor akani? Videosi ham qo'chqor. Bunga 5 so'rayapmiz, bunga 6 so'rayapmiz, kami bor. 5-6 so'rayapti aka. Nomer topmayman ehtiyot. Uyda o'tirib savdolashlangan mumkin. Kelolmagan vaqt yo'q. Savdo bo'lyapti. Amanov. Qancha beryapsiz? Ikkoviga barobar. Ikkoviga barobar. Qancha dedi? Ishni qoldi. 9,5 ikkoviga barobariga beryapti. Qurbonlikka zo'rda. Necha pul so'rayapsiz aka bularga? Qaysi birini? Общий to'rovini, ha? Общий. To'rovini. Savdo bo'lyapti shunga. Savdo bo'lyapti shunga. Qancha berdingiz? Mana mashinasini 46 qilishyapti. 4,600 ming. Boraveraman. 47 ga beraman deyapti ona. 16 ga bermadi. Uzr, obunachilar bitta qo'ydicha ko'proq qo'yapman. Sababi sotilganda real bo'lsin degan niyatda olyapti. Obunachilar bugun juda seroq. Chiqib rosa oladigan bo'ldi. Endi kimgadir pul zarur sotyapti, 1-2 so'mga qaramayapti. Rosa o'tgan bozorlarga nisbatan arzonroq savdo ketyapti menimcha. Ammo juda seroq, o'ta seroq. Semizlari ham o'ta seroq. Qo'ylar ana bugun. Bozor joy yo'q. Joy yo'q. Mashina necha pul so'rayapti ekanlar. Aka necha puldan deyapsiz endi bularga? Hozir ko'rdinglar, o'tganda. Qaysidir savdo bo'lyapti, hozir bilamiz. Bilsa yo'q beramiz. Hozir so'rayapti. Bittasini so'rayapsizmi aka? 45 ming. 45 bunisini, ha? Qo'chqor. Bunisiga qancha narx aytyapsiz? 5,5. Yo'q, mana olsin. Ha, 6 million, ha? Chiqozi bo'lib qolsa aka? Ha, nechili? 95lik. 95lik. Yo'q. Aytadi.
679 679 7703. 7703. Mana kimga qiziq bo'lsa uyda kela olmaganlar uchun akamga telefon qilaverasizlar. Seropa yana bor a? Bor. Top beraveradi. Semizlari bor ekan. Semizlari ham bor ekan uyda. O'shani so'radi, ketib Mana qo'chqorchan savdosi bo'lyapti asobunachilar. Hoji aka qancha berdingiz? Qancha berdingiz? 49 ha? Ha, 49 ming. 4 million 900 ming beryapti sarig'iga. Bular qurbonlik bo'lib ekan bu. Bular ancha narxlar bitta oladigan bo'lyapti. Asobunachilar o'ta bozor yurish ham qiyin bo'lganligi uchun bitta qisqaroq qilib qo'ydik obzorni. Like podpiska yemeysizlar. Keyingi bozorlarda ko'proq berish harakatda bo'lamiz. Azobunachilar mana sotilgan, sotilmaganlarni obzor qilib beramiz. Bugun yakshanba kombinat bozoridamiz. 1-iyun 2025-yil. Real sotilgan, sotilmaganlarni olib berishga harakatda bo'lamiz. Orziyev kanal aka. Aka qulluq olsinmi? Narxini aytib keting. Nech pul oldi? Qulluq olsin. Shashilib ketib qolishdi bular. Shetda o'ynab qo'yishga har safar. Aka, nech pul oldi narxi? 18 dan bo'ldi. 18 dan a? Ha, shuni ovozani mana. 18 dan bo'ldi. Qancha bo'ldi aka? 9. Siznikichi? 12,5. 12,5. Ha, novosi. Majinimiz chiqyapti. Hop. Chiqyapti. Uka nech pul oldi? 30 ga yana bola? Aka, 4-chi bola. 4-chi bola. 15 ta sutga sotamiz, 30. 15 ta sutga sut. Bolasini ovoz ekani? Bola novoz. Nomer yozing. Nomer 91 396 Aha. 32. 32 bo'ldi aka. Ha. Yana chiqyapti majinimiz. Hamma molashida sirg'anargan ey. Aka, hormang. Novosi ekan. Nech pul oldi aka? 14,5 millionni sotmay qaytaribdi. Aka nech pul oldi? 20 oldingizmi qulluq olsin? 21,5. Novoscha zo'r ekan. 21,5. Shuni olsam novini olib beraman, novim bo'lmadi. Yana bolalar ekan. Aka nech pulga bermadingiz? Soat nech pul qilishdi bugun bozorda ham? Aka mayli, nasrinasi bo'lmadi. To'g'ri. Bu olingan sigir. Ye olingan, ha, bu. Olingan. Nech pul aka? 2 kam 17. 17 ta 200 ga. 16 million 800 ming. 16 million 800 ming. Hurmatli obunachilar, mana chiqyapti. Aka, sotmadingizmi, oldingizmi? Nech pul oldi? 14 million 200 mingga mana olishibdi buni. Bunajin. Bunajin aka. 11? Ha, buni 11 millionga olishibdi. Bu qisir ekana 11 million. Ketdi mana. Ustozlar ham olyapti mana, ustozlar. Shimyonuzlarni ham havas qilib shu ishni boshlaganmiz endi. Hop, mana novos chiqyapti. Nech pul oldi? Ya buni so'rab bo'lmaydi, tezlikda. Hop, hurmatli obunachilar, mana
Oh, baquvvat sigir ekan o. Aka, Ormang, oldingizmi buni? Sotmadingiz. Necha pulga kirdi? 35. 35 ga sotmabdi. Katta mol ekan-mi? Bu nomer ko'p qo'yish kerak-da. 19 bir, ha? 19 bir. Akalar shu bor edi. Ovoz. Siznikichi? 19 birga shuni ovoz ketdi mana. Bozorda boshda mana qiziqqanlarga arg'amchilar bor. Bugun juda bo'lyapti bozor, juda bo'lyapti. Havolar zo'r. Kurslar o'sha 1.300.000 dollar kursi. Ormang aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Necha pul oldi? 11.2 bo'ldi. Olindi, 11.2 ga olindi. Ama oyoq qo'li zo'r. Shved ekan u, qirg'iz. Zo'r novoz ekan. Ori lemon bor yigitlar. Mambuk. Necha puldan bo'ldi bular? Xo'sh, Ukajon necha pul oldi? 18 yarim. 18 yarim. Sharqada esa 18 yarim. 18 yarim. Akazlar hammalari. Yaxshimi? Ha, shu yerdamiz. Ijod degansizda. Ha, aka necha puldan oldi uka? 18 dan berilmabdi mana bular. Sotilmabdi. Qo'shni tortuq. Chiqyapti mollar. Qanchadan? Ormang, qanchadan bermadi? Oldingizmi? 16-17 dan berilmabdi. Hop. Nachlar. Ha, sotmaysizmi? Sotdingizmi? Qanchaga ketdi? 37 yarimga hali boya olgan syomkamiz ketdi. Bunisi ham sotildi. Eshitilayman. Bozor juda bo'lyapti bugun ham. Avjida. Olganlar ham mazza qilib olyapti. Obunachilar podpishka qilib turasizlar endi, laklarda yemanglar. Podpiska bo'lasizlar. Necha pulga sotmadingiz, oldingizmi aka? 22 yarimga mana sotilibdi mana. Baraka bo'libdi. O, polvon novoz. Qancha bo'ldi aka? 47 millionga mana bu polvon novozimiz sotilibdi. Aziz obunachilar. Kattami bu? Telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Qo'ygan chiqib turinglar. Bo'ldi, toshmachi. Aka necha pul oldi? Pulli bo'lsin. 20 million mana bolasi bilan. Novoz chiqyapti akalar. Sotmadingizmi? Sotmadingizmi aka? Haliginda necha pulga kirdi? Hali oldik-da buni. Oldik. Oldingizmi aka? Qanchadan qaytdi? 2.18. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz ekan sizlar, bir bo'lsa. Qancha bu? Ikkovimi? Ikkov 51 million. 51 million qirg'iz buqalar. Qirg'iz buqalar mana 51 millionga ikkov. Qarashlar. 51 million. Sizniki qancha bo'ldi aka? 20. Polvoncha necha pul oldi? Ha, sotmadingizmi aka? 13 million 300 ming bo'libdi. Qancha bo'ldi aka? Chiroyli xunajin aka. Necha pul oldi? 18 million 200 ming so'm. 20 million mana novoz mana. Bu novoz. 20 million. Qo'ylar ham mana. Qo'ylar ham qaytdi mana qo'ylar.
Qancha bo'ldi aka? 13 ga bermadi. Ha, chiroyli bunaqasi tabi. Ha, sigir qo'valaydigan. Qanchadan qaytdi endi? Oldingizmi, hoji aka? Oldi. Pulli bo'lsin. Qanchaga oldingiz? 24,5 ga uni olibdi. Oh, chiroyli bola. Neç pulga sotding? 13 milyon 300 mingga mana. Bermabdi. Xo'p, mana azobnichilar biz umuman yeramaymiz. Xo'p. Aka, nima bo'ldi bu? 15,5dan ikkovi, ha? Ikkovi mana 15,5 milliondan olinibdi. Yurib nasib qilsin. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Çıkıyorum. Oldunuz mu aka? Qancha bo'ldi? Mashina bola? 22 milyon mu? Bolasi. Bolasi qancha ekan? Uka sotildimi uka? Yo'q, o'zimiz haligi nima bo'ldi. 28 milyon 600 mingga ketibdi. Haligi boyagina ovozimiz. O'sha bugun ko'kni ovoz rosa oldim ama. Aylantirib olaverdim. Ketdimi aka? Qancha bo'ldi? Qormang. Charchamayapsiz? 25 ga. Sizniki qancha bo'ldi polvon? Maniki bor. Mashina orqasida. Tushunarsiz ketib qoldi. Qancha dedi? 38 milyon. Sigir. Ama katta sigir ekan. 8 milyon. Gözün sattıysa bunu? Qancha bo'ldi? Narsa? Bize ko'rsatdingiz olara. Qancha bo'ldi aka o'sha? 20 o'tni o'tib ketgan ovoz 20. Sizniki qancha bo'ldi aka? Aka qancha bo'ldi? 15 milyon. 15 milyon bo'libdi. O'sha aka o'tib olaylikmi? Tez ketib qoldi. Ko'chada. Qancha bo'ldi aka? Ko'chada. Novvoscha qancha bo'ldi ola? Bo'sh. Endi hali bir xil yo'ldan sotilmasa kelmaydi, uni to'g'ri tushunasizmi? Arqada 8 milyon, ha? Bunichi? 68 kichkintoy. Güzel ha. 8'i sotmabdi-da. Hop. Najin. Hop. 18 milyon 350 milyon. 18 milyon 350 milyon. Normal. Ha, chiroyli ekanda bu. Mol qilib oladigan ekanda. Bizda olani yaxshi suyishadi-yu. Nima bo'lami bular? Oldingizmi, sotmadingizmi? Nech puldan qaytdi? 19,5 dan.
Nomer bormi uka qo'yib qo'yamiz. Necha? 94 aytavering yurib ket. 319 ha 119 19 19 yozing. Bo'ldi uka, rahmat. Sotilmadi. Qiziqqanlar va telefon qilaverasizlar. Sotilgan, sotilmaganlar. Qaytdi, mana mollar qaytyapti. Shuni ham bilaylik-chi. Qancha bo'ldi aka? Necha pulda qaytdi? Ha? Arz bo'ladimi? Novoscha qancha bo'ldi aka? 8 yarim. Necha pul oldi aka? 19. 9 million bo'ldi. Muratuz, hormang. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ayrisi bormi? Yemdan ayrisi bor. Necha pul oldi aka? 14 million 300 ming mana. Voh, oyoq qo'li zo'r ekan tashini. Necha pul oldi aka? Sotmadingizmi? Qanchadan qaytdi aka bu? 20,5 ga sotildi. 20,5 ga sotilibdi bu. Arasida o'sha. Sotilibdi mana akalar. Necha pul oldi qori? Necha pul oldi? 25 25,5 ha? Bolasini ovozmi? Ovoz. Qo'ylarni qaranglar, mana qo'ylar. O, yo'lni boshigacha. Bugun. Qo'ylar. Azobunachilar mana bugun ishimizni tugatyapmiz endi. Ozmi ko'pmi video qildik, laglar bosasizlar. Keyingi bozorlarda ko'rishguncha. Endi chorshanbani ham olib chiqishga harakatda bo'lamiz endi. Chorshanba kuni Gazevon bozoriga chiqamiz degan umidamiz. Xudo xolasa. Endi akalar esdalik qo'yaymi? Assalomu alaykum mana. Bir yurtdoshlarga bir narsa deb qo'yinglar endi mana hayitlar kelyapti mana. Hayit bilan tabriklar. Ha, ilohim. Birinchi yil bolalar Birinchi ha, bo'ldi. bolalar kuni. Sog' bo'linglar, sizlarni ham tabriklaymiz. Yaxshi kayfiyat aka. Aka necha pul oldi? Ha, bilmaysizmi? Efirga chiqadimi? Telefonga chiqadi. Ya qarang unda. Ha. Zavmliq mehmonlardan alangalik salom Farg'onaga deb qo'ying-da. Ha, bo'ldi, rahmat aka. Zamindanman men. Sizni zamindan o'sha bildim, sheva boshqacha. Ilohim aka, ziyorat qilib qo'ying sizni. Sog' bo'ling aka, kelib qolibsiz, bir mehmon qilaylik endi. Tinch bo'ling. Assalomu alaykum. Biznikimi? Marg'ilondan aka. O'sha Lenin tomonga, Lenin tomonga. Ha, ichka tomon. Sizmisizmi? Lelindami? Yo'q, Lelindamda albomdan kirib ketgan nima bor, bilsiz, bu Qiziloy, Boyto'pida keladi, ash tomonlar biz. YouTube'ga ham chiqadimi? Lelindami ushtu? Mahallasi. Bo'ynakan mahallasi. Ha, ash tomonlarda, ha, o'tdi o'sha. YouTube'ga chiqasiz, ha, albatta. YouTube'ga yaxshilab gapirib qo'yadi. Ha, YouTube'ga chiqasiz. Jizzax viloyati Zamin tumanidamiz deb. Gapiring. Jizzax viloyati Zamin tumanidamiz. Mana bozorlarimiz tomosha qilib, aylanib chiqib ketyapti. Bozorlarimiz zo'r ekan. Ha. Jizzaxdan Zamindan alangalik salom. Salomat bo'ling aka. Rahmat, tinch bo'linglar.